mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. O'z o'rnida tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish borasida ham qonunchilikda muhim qarorlar qabul qilingan. Ro'yxatdan o'tkazuvchi organlar tomonidan taqdim etilayotgan yuridik shaxslarning ma'muriy ma'lumotlari asosida korxona tashkilotlarining yagona davlat registri ma'lumotlar bazasi yuritib kelinmoqda. Ushbu ma'lumotlar bazasi asosida tayyorlanadigan yuridik shaxslarning demografiyasi to'g'risidagi ma'lumotlar oylik, choraklik va yillik shakllantirilib, muntazam o'z foydalanuvchilariga taqdim etilib kelinmoqda. 2021-yilning 1-noyabr holatda raqamlarga qaraydigan bo'lsak, korxona tashkilotlari yagona davlat registri ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, dehqon va fermer xo'jaliklarisiz 31.895 tani tashkil etadi. Hududlar bo'yicha qaralganda eng ko'p ko'rsatkich Qarshi shahrida 6166 tani, Chiroqchi tumanida 2698 tani, Koson tumanida 2560 tani, Kitob tumanida esa 2324 tani va Qarshi tumanida 2321 tani tashkil etadi. Faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarini tashkiliy huquqiy shakllari bo'yicha qaralganda, maslahat cheklangan jamiyatlarda esa 16777 tani, xususiy korxonalarda esa 10282 tani va oilaviy korxonalarda esa 4156 tani tashkil etdi. Yuqorida aytilgan kichik tadbirkorlik subyektlarini iqtisodiy faoliyat turlari kesimida qaralganda eng ko'p yuqori ko'rsatkich savdo sohasida 10217 tani, qishloq o'rmon va baliq xo'jaligi sohasida esa 6437 tani, sanoatda esa 4716 tani, qurilishda 3457 tani, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlarda esa 1759 tani tashkil etmoqda.